Mening ismim Abdullayeva Gulxonim, 412-guruh bitiruvchisiman. Buxgalteriya kasbini tanlashimdan maqsadim hayotda faqat buxgalteriya firmalarni ishlab berish va ularning balansini to'g'rilab berishda, balkim hayotdagi iqtisodiy jihatdan, moliyaviy jihatdan insonlarni vaqt jihatidan ham balansini to'g'rilab berishda eng kerakli kasb. Finlandni tanlaganimdan maqsad birinchi o'rinda sifat bo'yicha eng a'lo darajada, ikkinchi o'rinda qisqa vaqt ichida oddiy insondan yetuk bir mutaxassis buxgalter yetishtirib chiqishda professional darajada o'qituvchilari. 1 oy davomida men o'rgangan mavzularim juda ajoyib mavzularda bo'ldi, lekin qiynalganim va hayotimda eng kerakli bo'lgan mavzu bu balansni to'g'ri olib kelib bilish. Bu nafaqat buxgalteriyada eng kerakli. Finlandda buxgalteriya kursuna kelishimdan oldin oddiygina uy bekasi edim, lekin hozir 7 oy ichida o'rganib, izlanib, bu bilimlarni olgandan keyin men o'zimda his qilyapmanki, mutaxassis buxgalter va karyerasini davom ettirishni maqsad qilgan ayol sifatida ko'rib turibman. Buxgalteriya kasbi bo'yicha men boshqalarga maslahatim, bu bilimni hamma bilib olishi kerak, foydali. Chunki buxgalteriya hayotdan eng kerakli narsa. Buxgalteriyada iqtisodiyotni faqatgina iqtisodiy tomondan taqsimlash emas, vaqt sifatida ham vaqtingizni taqsimlashni o'rganasiz. Buxgalteriyani o'rganishimda oilamdagilardan qarshichilik bo'lmagan, har doim qo'llab-quvvatlaganlar. Buxgalteriya kasbiga kirib kelganimdan hozirgacha qo'llab-quvvatlab turibdilar. Meni hozir 7 oy davomida mutaxassis bo'lib, buxgalter bo'lib chiqqanim bu birinchi o'rinda Finlandning mehnati, Finland jamoasidagi o'qituvchilarimizning mehnati. Men rahmat aytishim mumkin butun bir jamoaga, butun bir o'qituvchilarimizga rahmat aytaman.